Qanday qilib muddatdan oldin talaba bo'lish mumkin? Bugun aynan sizlar bilan shu haqda gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, milliy sertifikat haqida yoki muddatdan oldin talaba bo'lish haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Asliddin. Kimyo fani bo'yicha 6 yillik tajribaga ega ekspertman. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatlar haqida gaplashamiz. Milliy sertifikat imtihoni O'zbekistonda 2020-yil 12 oktyabrda tasdiqlangan bo'lib, o'sha kundan buyon hozirgacha demak amal qilib kelmoqda. Milliy sertifikat imtihoni o'zi nima deydigan bo'lsak, milliy sertifikat imtihoni bu aynan ayrim bir fanlar yo'nalishi bo'yicha muddatdan oldin demak 100% lik ball beradigan sertifikat hisoblanadi. Hozir kunda o'zi milliy sertifikat bo'yicha kimyo, biologiya, matematika, fizika va boshqa fanlardan xuddi IELTS sertifikat singari milliy sertifikatlar ham O'zbekistondagi imtihonlarda 100% lik natijani berishi mumkin. Har bir sertifikatning o'zini darajasi bor, ya'ni eng quyi daraja C darajadan to yuqori daraja A+ darajagacha. Va ularni maksimal ball 75 balldan 45 ball to'plagan taqdirda eng kam sertifikat, ya'ni C sertifikati beriladi. Lekin qanchalik yuqori daraja ko'rsatadigan bo'lsak, demak imtihonlarda shunchalik kuchliroq, ko'proq imtiyoz beriladi. Masalan deylik, siz milliy sertifikat imtihoniga kirdingiz va imtihon topshirdingiz. Darajangiz deylik C sertifikatga mos bo'ldi, ya'ni 75 ball maksimal ball va undan siz 45 ballni qo'lga kiritdingiz. Bu deyarli 70% gina savollarni sizga yopib berishi mumkin. Ya'ni qanday tarzda o'zi imtihonga, DTM imtihoniga kirganingizda 30 ta savolni ishlashingiz kerak, lekin sizning C sertifikatingiz 21 ta savolni o'rnini to'ldirishi mumkin, ya'ni yopib berishi mumkin. Demak, ballar kesimida quyidagi jadvalda sizga ko'rsatib o'tamiz. Har bir ball kesimida qaysi daraja berilishi haqida va undan tashqari eng yuqori darajamiz bizda A sertifikati. Bu 75 balldan siz 65 ballni qo'lga kiritadigan bo'lsangiz, sizga A sertifikati beriladi. Undan tashqari agar siz ballingiz 70 balldan ham yuqori bo'ladigan bo'lsa, A+ sertifikatiga ega bo'lasiz. Bizdagi A hamda A+ sertifikati bu o'sha fandan 100% lik natijaga erishdingiz degani. Demak, siz DTM imtihoniga kirganda o'zi aslida 5 ta fandan imtihon topshirishingiz kerak edi, lekin muddatdan avval milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, muddatdan avval talaba maqomiga ega bo'lishingiz ham mumkin. Bu o'rinda eslatib o'tishimiz joizki, asosiy fanlardan yuqori daraja bo'lish shart, ya'ni A yoki A+ sertifikati sizga 30 dan 30 ta savollarning javobini to'liq yopib bera oladi, lekin majburiy fanlardan yuqori daraja talab etilmaydi. Ya'ni majburiy fanlar deganda ona tili, matematika hamda tarix fanlaridan sizga deylik unaqa B yoki A sertifikatlar shart bo'lmaydi. Siz eng kam holatda C sertifikatini qo'lga kiritgan holatda ham majburiy fanlarga o'sha 10 tadan 10 ta savollarga javob o'rnini qoplashingiz mumkin bo'ladi. Milliy sertifikat imtihonida baholash tizimi esa RASH modeliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni RASH modeli nima deydigan bo'lsak, RASH modeli bu talabgorlar sonidan kelib chiqib baholash tizimi hisoblanadi. Ya'ni deylik 1000 ta o'quvchi imtihon topshirdi va o'sha 1000 ta o'quvchidan deylik 100 tasi savollarga yaxshi javob qaytargan. Ya'ni savollarga yaxshiroq javoblar yozgan. O'sha 100 ta o'quvchiga baholash yuqoriroq ball qo'yadi. Qolgan o'quvchilarga esa baholar, ya'ni ballar kamroq beriladi. Misol qilib aytadigan bo'lsam, o'zim may oyida kimyo fanidan milliy sertifikat imtihoniga kirganimda maksimal ball 75 ball bo'lishiga qaramasdan 82,57 ballni qo'lga kiritganman. Bu 100% lik A daraja degani. Qanday qilib bu natijaga erishish mumkin? O'zi aslida 75 ball bo'lishiga qaramasdan qolgan talabgorlar talabni bajara olmagani, kamroq ishlagani sababli savollarni to'liq ishlagan ustozlar yoki o'quvchilarning balli anchagina ko'tarilishiga ham olib kelgan. Masalan, o'quvchim Nasiba o'zi kimyo biologiyaga asosiy tayyorlanishiga qaramasdan ona tili imtihonidan milliy sertifikat topshirdi va B darajani qo'lga kiritdi. O'zi aslida unga C daraja ham yetarli edi, lekin bilimi yaxshiligi tufayli
Demak, qolgan talabgorlardan ko'ra bilim yaxshiroq bo'lgani uchun Rush moduliga qo'yilganda uni ballari anchayin ko'tarilganini biz ko'rishimiz ham mumkin. Xo'p, endi qaysi fanlar qay tartibda yopishini ham siz bilan batafsil gaplashib oladigan bo'lsak, demak, asosiy fanlar haqida gapirdik va majburiy fanlar haqida gapirdik. Asosiy fanlardan masalan, o'quvchilar aytadi, bitta fanim yopildi, ikkita fanim yopildi yoki uchta fanim yopildi degan va hokazo gaplarni aytishadi, lekin biz aslida aniqlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda u asosiy fanlar yopildimi yoki majburiy fanlar yopildimi? Agarda sizda asosiy fanlar yopilgan bo'lsa, ya'ni masalan deylik tibbiyot yo'nalishiga kirmoqchisiz, sizda biologiya va kimyo fanlari asosiy fan hisoblanadi. Biologiya fanidan va kimyo fanidan sizda deylik A sertifikati bor bo'ladigan bo'lsa, sizda 156 ball mavjud. Nimagaki, deylik biologiya fani sizga 93 ballni, kimyo fani esa 63 ballni beradi va ikkalasini yig'indisi 156 ballni tashkil qiladi. Yokida sizda faqat majburiy fanlar, deylik o'sha ona tili, matematika va tarix fanlari yopilgan bo'lsa, unda sizda faqat 33 ball bor xolos degani. Xo'p, misol qilib aytishim mumkinki, o'zim o'quvchilarimdan Soliha Bonu 9-sinf bo'lishiga qaramasdan kimyo fanidan A sertifikatni qo'lga kiritdi. Bu degani hozir 9-sinf bo'lishiga qaramasdan uni kimyo fani endi o'qishini deyarli keragi yo'q. Deylik, u imtihonga borganda endi kimyo fanidan imtihon topshirmaydi. U 100% sertifikatga ega. Yoki qolgan o'quvchilarimizdan deylik Nasiba yoki Nuriddin yoki boshqa o'quvchilarimiz ham deylik o'zlarini darajalarini deylik majburiy fanlardan o'zlarining darajalarini olib bo'lishgan. Endi ular faqatgina asosiy fanlarga yoki faqatgina deylik biologiyaga o'z fokuslarini qaratishlari ham mumkin. Videomiz manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.